Endi ko'ksamsa yeyish uchun soqoqqa borish shart emas. Uni uy sharoitida yanada mazalisini o'zimiz tayyorlaymiz. Demak, xamir uchun 500 gram elangan unga 250 ml suv, 1 choy qoshiq tuz va 60 gram erigan sariyog' yoki xolasanglar o'simlik yog'i qo'shib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyor xamirdan 10 ta bir xil zuvalachalar yasab, tinishi uchun ustini yopgan holda 15 daqiqaga qoldiramiz. Bu orada xushbo'y foydali ko'katlardan nachinka tayyorlab olishimiz mumkin. Buning uchun bizga ismaloq, mador, yalpiz, jag'jag', piyoz hamda ozgina charva yoki dumba kerak bo'ladi. To'g'ralgan masalliqlarga tapga ko'ra tuz va murch qo'shib nachinkani yaxshilab aralashtiramiz. Tingan zuvalalarni diametri 30 sm kattalikda ochib, ichiga 3 ta osh qoshiq nachinka solamiz. Buni endi chetini yaxshilab yopishtirib, chimchilab tugib olamiz. Tugilgan somsalarning ustiga suv sepib, 250 darajada qizigan duxovkada 15-20 daqiqa pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Chiroyli qizarib pishgan somsalarning ustiga sariyog' surib, issig'ida dasturxonga tortamiz. Xuddi tandirda pishirilgandan kam joyi yo'q. Juda ham mazali chiqadi. Sizlar ham albatta tayyorlanglar.